Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan Real YouTube kanali va bugun kanalimizdagi video bitta Amerika yo'nalishi haqida bo'ladi. Hozirda trendda ketayotgan, hali bu bo'lmadi hali bu video yo'nalish chiqqaniga. Hozir shu yo'nalishni ko'rib, hamma narsasini tushuntirib, bu qanday yasaladi, nimalar kerak, qanaqa materiallar, hamma narsani tekinga shunchaki video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, yo'nalishning nomi Say the word on beat. Ya'ni o'zbekchasiga tez aytishga o'xshagan narsa. Buni ko'radigan bo'lsak, prosmotrlari 14 soat oldin qo'yilgan video 38,000 prosmotr olgan. 2 hafta oldin qo'yilgan video 3,4 million. 20 soat oldin qo'yilgan video 74,000. Xo'p, vaqtlari 1 minut 50 sekund, shunaqa hammasi qisqa videolar. Xo'p, kanalda tekshiradigan bo'lsak, mana misol mana shu kanalni tekshiraylik. Xo'p, video qismiga o'tsak, 35 mingta obunachi, 112 ta video yuklangan. 10 minutdan oldin video qo'yibdi mana, 85 ta prosmotr olgan. Yaxshi. 2 soat oldin qo'yilgan video 1,4 ming, 20 soat oldin qo'yilgan video 74 ming, 21 soat 4,5 ming. Mashhur videolarni ko'raylik. Eng ko'p prosmotr olgan. 9 kun oldin qo'yilgan video 2-3 million. Bu kanal monetizatsiyadan menimcha ulangan. Monetizatsiya bor yo'qligini tekshiradigan saytdan bor edi, yo'qolmabman. Agar ulangan bo'lsa, bu kanal juda zo'r topayotgan. Shubhasiz, kamida deylik oyiga 2000-3000 bor. Juda zo'r ketayotgan yo'nalish. Bu trend bo'lgan paytda videolarni yuklab bozor gazini bossa, normalniy soqqa qo'ysa bo'ladi shu paytida. Bu videolarda qanaqa yasalishini men Telegram kanalida CapCut Pro ni tashlab qo'yganman. CapCut Pro kerak bo'ladi va unga kerakli promptlar bor, ChatGPT ga kirib yoziladigan prompt, har xil narsalar bor, shularni tashlab qo'yganman. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Hozir Telegram kanalimni ko'rsatib o'tib ketay. Keyin telefonda yasalgan tayyor videosini qo'yib qo'yganman. Mana Telegramga kirib Real YouTube deb yozamiz. Real YouTube pastchiqcha uz. Videoni opsiyasini ham qoldirib ketaman kanalimizda. Keyin profilga o'tib Real YouTube material degan kanalimizga o'tsanglar, mana anaqalari videoda hozirgi qo'yadigan videoimda ishlatilgan musiqalar, ChatGPT ga kirib yoziladigan xabar va CapCut Pro bor. Buni bemalol ishlatib, tekin hech qanaqa cheklov yo'q, bemalol ishlatishinglar mumkin. Mana biz hozir CapCut Pro ga kirib oldik. Kirganimizda pastda templates degan qismi chiqadi, shuni bosamiz. Bosganimizda keyin tepada qidiruvga Say the word on beat deb qidiruv beramiz. Say the word on beat deb yozganimizda mana bizga shablonlar chiqiladi. Shablonlardan mana nechtadir ancha shablon bor. Bizga misol uchun birinchi shablon tanlaymiz. Tanlaganimizda ovozini chiqarib qo'y. Mana shu foto 1, 2, 3 lar o'rniga biz o'zimiz rasm qo'yamiz. Bu rasmni qaydan olamiz, qanday qo'yamiz deydigan bo'lsalaring, hozir mana uni ham ko'rsatib beraman. Xo'p, ChatGPT ga kirib olaylik. ChatGPT. Xo'p, kirib turib, hozir tayyor o'zim yozgan nimam bor, yozuvim bor, promptim bor. Shuni tanlasam, mana yosh bolalar uchun talaffuz qilinishi oson bo'lgan, harflari o'xshash va bir xil harf bilan boshlanadigan 4 ta so'z alifbo tartibida ingliz tilida. Shuni tashlaymiz. Bu shablonni men Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Real YouTube deb yozsalaring, videoning oxirida qanday topishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bizga bat, bet, big, bus. Shu mana 4 ta so'z aytilishi ham bir-biriga yaqin, 3 ta harfdan iborat. Endi buni biz rasmlarni topib olamiz. Misol uchun batni rasmini topamiz. Mana Google ga kiramiz, Yandex deb yozamiz. Yandexdan topgan yaxshi, rasmni ham to'g'ridan to'g'ri yuklab olib,
qo'ysa bo'ladi. Bizga qulay Yandex. Mana bat p-ng deb yozamiz. Shu rasmlari tikiladi. Hop kartinki bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda mana bat degani ko'rshapalak ekan. Mana ko'rshapalak rasmlari tikilyapti. Mana misol uchun mana shu birinchidagi rasmda ustiga bosib, pastda rasmni yuklab olish chiqadi. Shuni bosamiz. Bossak, mana yuklab olish chiqadi. Mana yuklandi. Endi biz ikkinchi yozuvimiz, so'zimiz bat ekan. Bat. Endi biz bat deb yozamiz. Xo'p, qidiruvga bat p-ng bo'ldi. O'sha mana bat kravat ekan. Mana o'zimizga yoqqan, xohlaganimizni yuklab olamiz. Misol uchun mana shu menga yoqdi. Rasmni yuklab olish. Xo'p, bu ham yuklab olindi. Endi uchinchi so'zimiz big ekan. Big deb yozamiz. Big p-ng. Big p-ng. Big. Big degan yozuvni olar ekanmiz. Xo'p. Big. Har xil binolar, baland binolar, katta. Big. Misol uchun mana shu. Pushtini olaylik, rasmni yuklab olish. Xo'p, mana yuklab olindi. To'rtinchi so'z bas ekan. Bas p-ng deb yozamiz. Bas p-ng. Ketdi. Endi bizga avtobuslar rasmi chiqilyapti. O'zimizga yoqqan, mana misol uchun mana shu avtobusning rasmini yuklab olaman. Yuklab oldim. Mana to'g'ri galereyaga tushadi bu. Endi yana CapCutga qaytamiz. Xo'p. Hozir yana qaytadan kirarmikin? Telefon ozgina qotadi. Save for on bit. Xo'p, bunga kira olamiz. Pastda use template turadi. Shuni bosamiz. Use template. Endi bizga rasmlar chiqiladi. O'zimiz yuklab olgan rasmlarimizni kiritamiz. Misol uchun bas, biz yuklab olganlarimiz big, bat. Shulardan endi shulardan rasm tanlab yuklaymiz. Misol uchun mana shu to'rttalasini raqamlar bo'yicha 1 2 3 4 1 2 3 4. Videoni birinchisi mana shu ikkalasi chiqadi. To'rtta tepada, to'rtta pastda bo'lib chiqadi bular. Endi rasmlarni aralashtiramiz. Aytilishiga sal noqulaylik tug'dirish uchun bularni aralashtiramiz. Xo'p, mana batni ham aralashtiraylik. Yotoqda kravat deylik, qo'pol bo'lmasin. Xo'p. Ko'rshapalak, big, bas, yana ko'rshapalak, yotoq, kravat, big, avtobus, yana kravat. Endi ikkita big, ko'rshapalak, kravat, avtobus, big, kravat, ko'rshapalak. Xo'p. Kiyim-kama, kravat, ko'rshapalak, avtobus, big, kravat, ko'rshapalak, yana bitta kravat qilsak chalg'ituvchi bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi next deb bosamiz pastda. Bosganimizda o'zi bu montaj qilishga tayyor qilib turadi. Xo'p. Mana boshlandi video. Mana o'zi tayyor bo'ldi video. Endi buni birdaniga yuklab, buni YouTube'ga qo'ymaymiz. Nimaga desanglar, bu videoda mualliflik huquqi tushadi bu musiqaga. Bu musiqa avtorskiy prava oladi agar YouTube'ga qo'ysanglar. Xo'p, edit mode'da bosdim, ko'rdlaring.
edit mode bosib, keyin pastda audio degan qismi turadi. Audioni bosib, sounds turadi. Soundsni bosib, menda shu avtorskiy pravo olmaydigan musiqa bor, uni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman uni ham. Shundan bemalol olib yuklasanglar bo'ladi. Xo'p, tepada o'zimizda musiqalarimizga o'tib olamiz. Mana. Yana shu musiqani kiritamiz. Mana shu musiqani endi kiritamiz. Buni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu o'zini musiqasini o'chirib tashlaymiz. Pastda ustiga bosib oldik o'zini musiqasini, keyin pastda delete turadi. Shuni bosib o'ramiz. Bo'lsa yo'qolib ketadi. Mana bo'ldi. Mana video tayyor bo'ldi. Endi exportni bosib tepada endi bemalol buni yuklab olsak bo'ladi. Save to device qilsak, bu galereyamizga saqlanadi, keyin YouTube'ga bemalol qo'ysak bo'ladi. Endi bunaqadan 2 ta 3 ta video qilib turib, birlashtirib qilsak, 1 minutlik video chiqadi. 1 minutda 33 sekundmi shunaqa video tayyor bo'ladi. Shunaqa qilib ham buni YouTube'ga qo'yib, xudo xolasa prosmotrlar bomba bo'ladi. Harakat qilsanglar bo'ladi. Xo'p, qadrli do'stlar, videoni ko'rdlaring, foydali bo'ldi degan umiddaman. Bunaqa videolarni to'kis ko'rmaslik uchun, birinchilardan bo'lib olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimiz ko'rib turganingizdek, Real YouTube va bizda savdo kanalimiz bor. Bemalol kanal ko'tarib, uni sotishinglar mumkin yoki ko'tarishga erinsanglar, tayyor kanallarimiz bor, shuni olishinglar mumkin. Mana e'lon berilgan kanallar har xil bemalol olishinglar mumkin. Telegramdan murojaat qilsanglar, o'zimiz savdoni qilib beramiz. Hammaga rahmat, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.